Şahzoda birdilla tetiklashib qopti. Shuning bilan tang uyga bovay kirib keldi. U kutilmagan bu mehmonning ro'y holatidagi o'zgarishdan bir nimani sezgandek bo'lib, sat chiroyi o'ngib, teximi battar xunukishib ketibdi. Lekin u chandurmay. Hoy, o'g'lim. Arduqon chiqib qolganda ko'rinyapsan. Hamda paranglashayli. Qayerdan, nima uchun bu yerga kelding? Qayerga bormoqchisan? Deb so'rabdi. Shahzoda nihoyat xushal holda: Ata, bu mo'jizga o'zimni hayronman. Men bir xislatlik buzurg'larga yo'liqqan o'xshayman. Men diyorim shahrda marmardan ovga chiqqan edim. Shikorim oldimdan qochdi. Men uni qo'g'ladim, lekin yetolmadim. Ammo uni tutmay ketmayman deb ahd qilgan edim. Chunki u kishini mahliya qiladigan bu dunyoda xil yo'q chiroyli bir ohu edi. U shamoldimi tez yuguraydi. Men yaqin qolganda u yana qochdi. Shunda qilib uni kunlab, haftalab, oylab qo'g'ladim. Oxiri bir soyga chiqqanda ko'rinmay qoldi. Uni izlab yurib, poyonsiz bir qumliqqa kelib qoldim. Etim o'ldi. Qaysi tarafga menishimni bilmadim. Necha qatim hushimdan ketib, hushimga keldim. Bir qatim hushimga kelib qarasam, qum ustida heliq ahoning surati namoyon bo'ldi. Lekin tutsam hech nima yo'q. Achchig'imda qilish urdim. Biroq chepilmadi. Ko'mutay deb ko'msam ko'milmadi. Bildimki, u tutsa qo'lga chiqmaydigan soy ekan. Ezutquga yo'liqqan ekanman. Oxiri ajal lashkarlari hamma tarafimdan hujumga o'tib, meni qo'rshovga oldi. Bir tiniqtil qoldim. Dal shu chaqda ko'zim istitak tushdi. Ming o'lib, ming tirilib bu yerga yetib keldim. Qarsam, tutun seni mo'rangdan chiqib o'tibdi. Panoh izlab dargohingga seg'inib kelgan edim. Uyingga kirgizdim. Birdamdan keyin harg'inlikdan bo'lsa kerak, ko'zim sal ilinib qopti. Tushimga sen kirding. Muborak qo'ling bilan beshimdan tortib oyog'imgacha silab qo'yding. Shu an tenimga jon, put qo'limga mag'dur kirdi. Xushalligimda o'rnimdan turib, sana hurmat bildiraman deb dast turishga harakat qilgan edim. Uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochsam, sen kirib etibsan. Bu shafoat va marhamatingga aytib tugatkisiz minnatdorlik bildiraman, ata. Deb so'zidan to'xtabdi Shahzoda. Bovay Shahzodaning so'zini quloqini ding tutib, zang qo'yib anglabdi. Shahzodaning so'zlari Bovayning xiyolini chigishlashtirib etibdi. Bovay to'satdan o'choqqa qarab: Mana o'choqning o'ti pastlab qopti. So'zingdan qaraganda shafoatim uchun o'zingni men qarzdor hisoblayotgan o'xshaysan. Debdi. Shundoq, bova. Debdi Shahzoda oldirab. Undoq bo'lsa, o'ylining orqasida o'tin bor. Bir quchoq o'tin elib kir. Go'sht tezroq pishsin. Debdi Bovay. Xo'p, ata. Debdi Shahzoda va o'rnidan dast turib sirtqa chiqib, o'ylining orqasiga o'tibdi. Qarasa, u yerda o'tin emas, odamning qoqshal bo'lib ketgan bosh, qo'l, put so'ngaklari turg'udek. Shahzoda buni ko'rib, arvoyi uchib, men qandoq maxluqqa yo'liqib qoldim. Meni bu yerga ajal sirtmag'i so'rab kelgan o'xshamamdi. Bu so'ngaklar Bovayning shuningdan bergan beshortimi nima deb o'ylab, Bovaydan gumonlanibdi. U har ehtimolga qarshi o'zini sagak tutib, quruq qo'l eshik oldiga qaytib ketdi-da, Bovayga qarab: "Ata, o'ylaning kayinda o'tin yo'q, boshqa narsa bor ekan", debdi. "Hey ahmoq, u yerda o'tin bo'lmasa, o'ziga qaramadingmi? Ko'zing yo'qmi? O'ziga ashuning ustidan chiqsan", debdi. Shahzoda so'ngak dövizi orqali o'g'ziga chiqibdi. Qarasa, o'zi otgan o'q bir o'tinga sanchiqliq turg'udek.
Buni ko'rgan shahzoda heliq parini ko'z oldiga keltirib, xushalliqidan qin-qiniga patmay ketibdi. U nishonamga yetibdiman deb jazm qildi-da, bir quchoq o'tinni ko'tarib uyga kiribdi. Bir ozdan keyin bovay bir tangniga go'shtni usib qo'yibdi. Yana birligan go'shtni ichkarki uyga akirib ketib, o'zi qaytib chiqibdi-da, Qozam, tatinmay o'z uyingdagidek qizarlan. Qani, ola. deb shahzodani go'shtga taklif qilibdi. Biroq shahzoda boyiqi odam ustixonlarini ko'rganlik tufayli go'shtga ko'ngli tatmay, heliqi orpi neni bilan qochidagi suvga qo'l uzitibdi. Bu chaqda kunmu o'z ustiga osmon gumbizi dum ko'mtirilib qolgandek nagadir yoshirinib, olamni tun pardasi qamal qilgan ekan. Yetib, obdan dam ol. Qani uxla. Yanımı ko'p mag'dirjiq. Atama nurg'un ishlarni qilib bersan. deb boya go'sht akirib qo'yib chiqqan uyga kirib ketibdi bovay. Shahzodaning ko'z oldiga birdam yiliq soyib Jamol Parining guldek surati kelsa, birdam Bakbashir bovayning so'rin talati. Birdam orqadagi odam so'ngaklari kelib elib, zodila uxlayolmabdi. Axir tong suzilishga boshlabdi. Shu chaqda bovay chiqibdi. Shahzodami uni ko'rib, darhol o'rnidan turibdi. Bovay shahzodaning qo'lidan tutib, bir do'nglikning kayniga opiribdi. Bu yerda biri quruq, yana biri suvliq ko'l bor ekan. Botir yigit, debdi bovay shahzodaga yer ostidan sap qarab. bu yerga o'z oying bilan kelsan. Endi yanımı shafqatga sazovar bo'lay desang, bu yerning shartlarini ado qilishing kerak. Hozir birinchi shartni bajo keltirishga tutish qil. Bugun osh vaqtigacha Mao ko'lning suyini Mao quruq ko'lga yo'tkab bo'l. Lekin so'liq ko'lning suyi bir yutummi kelmaymasin. Suni mana buning bilan yo'tkaysan. deb shahzodaga bir puchuq tangni beribdi. Ondan o'zi tamoq tayyorlaydiganligini aytib, uyga qaytib ketibdi. Shahzoda ko'nglida bovayning yanami shafqatga sazovar bo'lay desang degan so'zini eslab, heliqa Ra'no qiz meni sinayotgan o'xshaydi deb o'ylabdi-da, darhol ishga kirishibdi. Lekin kun yolqindek tovlanib turgan tong shafqi ichidan nuroni jamolini namoyish qilgan chog'dami quruq ko'lning tegiga bir timim suv tushmabdi. Shahzoda qandoq qilishini bilmay, puchuq tangnini qo'lida tutgan peti xiyol surib turib qoldi. Shu chog'da kayni tarafidan "Ey shahzoda, umidli bo'ling, g'am qilmang" degan jonga huzur beg'ishlaydigan heliqi ovoz yangrabdi. Shahzoda orqasiga burilib qarasa, tunugin to'nglikda ko'ringan qiz o'zidan 2 qadam nerdila yelila ichilgan atirguldek sho'x kulib jilvillanib turg'udek. Shahzoda o'zini yo'qotib qo'yg'ili tars qopdi. Ikkisi salom soat qilishibdi va bir-biridan omonlik so'rashibdi. Shahzoda birdamlik jimliqni buzib, Ey güzeller Şahi, siz üçün hilg'u bu kichikgina ko'likka o't dengizga kirishga borasizmi? debdi. Men bu iroda aqida g'ayratingizdan mamnun. Lekin siz boshqacha o'ylayotgan o'xshaysiz. debdi qiz. Rostini aytsam, kallam xiyol dengiziga aylanib qoldi. Bu dengizdan xiyolning har qanday tepiladi. Ey aptopi jahon, fikrning boshqacha o'y xiyollardan ozod bo'lishim uchun o'zingizning va bu yerning tazkirasidan zarracha bo'lsa-mu bishoratga ega bo'lishimga mumkin bo'lamdikin? debdi shahzoda. Albatta. debdi qiz shahzodaga tiniqib qo'shilib ketgidek yaqin kelib. Ey shahzoda,
Mən Əcəm şahının yalğız qızı Məlik Xuşruy bolaman. Siz köygən heyliq qeri adamxo'r jodigar. Mən 9 yoshga kirgan chaqlar edi. Shah atam men uchun bino qildirib bergan sap havoliq xas choribog'da yoz ne'matlaridan lazzatlanib, chiroyli echilgan gullarni tomosha qilib, xushnavo bulbullarning payzini surib, huzur halovat qo'ynida shod-xuram o'ynab yurishgan edi. Yomg'ir yeshilsiz kunlarda, bog'ning o'ttiz shipanda, yozning salqin, maisha mollarda qo'shib Malika, Sulman, ben sizni tushimda ko'rib, go'zal ruxsoringizni oshiqiy beqaror bo'ldim. 18 ming olamni kezib yurib, oxiri sizni topdim. Makonimga ep keldim. Xohlasangizmi, xohlamasangizmi, endi bu yerdan ketolmaysiz, dedi. Bu gaplar g'ururimga tegdi-da. Birdan vujudimdagi boyqi qo'rqinishning o'rnini besib bo'lolmaydigan isyankorlik egildi. Men u jodigarga g'azabli tikilib turib, "Menga yaqin yo'lg'ichi bo'lma. Agar men qo'lsizlik ekansan, oldingda jastimdan boshqa narsa qolmaydi", dedim. Jodigar kulib ketdi va bo'pti. Hozircha xohishingni beqib turay. Chunki sen shu topda bir xo'ra. Sabr qilsang, o'rudun olib tutar degan gap bor. Baribir bir kun pishsan, dedi. Shuningdan keyin meni yipak gilamlar selingan, esil jahozlar bilan jabdulgan bir yer osti saroyga boshlab kirib, Malika, bu yerda sen otangning xazinasidami ko'migan ajoyib qimmatbaholiq javohiratlar bor. Xohlaningcha ishlat, dedi-da, meni u yerda qoldirib qo'yib chiqib ketdi. Men menga behojat bo'lgan bu narsalarga ko'z qirimni solmadim. Ota-onalarimni, kenizaklarimni, chaharbeg'imni, xonlik maktabimni, ustozimni, hamsavoqlarimni o'ylab yig'ladim. Qo'rshidim. Oxir o'zimni o'ldirib olish qaroriga kelib, beshimni tamg'a urishga boshladim. Shu chaqda tuyuqsiz g'oyibdan Malika, bu paylingdan jon, xosiyatli kunni ko't degan bir sado anglandi. Men o'zimni nobud qilish niyatimdan yenib, kunduzi kunga, kechasi ay yulduzlarga qarab, shamollarga murojaat qilib, "Ey quyoshim, nuring to'k, dag'da qolgan otamga, hijronimda bag'ri qon, ko'zi yoshliq onamga, ey tabonim ko'rib o't otamni, mening uchun so'yib o't, mehribonim onamni", deb naqshi aytib, umid, iltijo va taqozolik ilkida shu muborak kunga telmurib keldim. Shu dastlabki kunlarda men tam orqasidagi odam so'ngaklarini ko'rib, tamoq yeyishni rad qilgan edim. Bir kuni jodigar: Malika, Qum podshohi seni yeshilzorliqqa tomoshaga chillabdi. Men boshlab boray, ko'rib kelgin, dedi. Bu gapni anglab, men Qum podshohi qandoq narsadu, u yerda qandoq yeshilzorliq bordi deb hayron bo'ldim. Yana bir tarafdan bu zanjirdan bo'shinish ko'yda yurganligim uchun qaytishimga yoki xosiyatli kunga erishishimga shu yerda biror yo'l tepilib qolsa ajab emas degan o'yga kelib, berishga ma'qul bo'ldim.